Vaqt tezlashadi. Arab yerlari o'tloqzor holiga qaytadi. Yer yutishi ko'payadi. Zilzilalar soni ortadi. Eng ulug' va eng buyuk zot qoldirgan bilimlar tufayli bugun har bir mo'min musulmon oxir zamon belgilarini biladi. Ularni o'z ko'zlari bilan ko'ryapti va aynan biz oxirgilar ekanligimizni tushunyapti. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam butun ummat tayyor turishi uchun bizga qiyomat qoyimining alomatlari haqida batafsil ma'lumot qoldirganlar. Lekin ummat nimaga tayyor bo'lishi kerak? Jonini berishgami yoki Allohning irodasini bajarishgami? Butun insoniyatning qirilib ketishiga sababchi bo'lishgami yoki uni oltin asrga olib borishgami? Shayton butun insoniyatni yetaklab ketayotgan jahannamga itoatkorlik bilan ulashgami yoki payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning ahdini bajarib inson hayoti eng oliy qadriyat bo'lgan dunyoni barpo etishgami?